Bir kunda 85 dollar narx tushguncha bu borib nereal narsada borib, men hozir o'zim просто eshitib buni ko'rib shokka tushib qoldim. Bor, даже qulog'imga ishonmasdan kelib hozir kanaldagini hozir ko'rdim. Kanalga qo'yishibdi 85 dollar narx tushib ketgan. Bu nima demoqchiman? Kecha 270 dollar qo'yilgan Qatar bugunga kelib 185 dollarga tushib ketgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 85 dollar narx pasaygan degani bu degani. Har safar pasaysa 10 dollar, 15 dollar, maksimum 20 dollarga raznica qilardi. To'g'ri, narx tushsa. Bu hozir 85 dollar tushib ketishi, men bilmayman, o'zinglar bitta o'ylab ko'ringlar, 185 dollarga qatirgan. 185 dollarga nima beryapti? 185 dollarga borasizlar, boshdan oyoq bitta kiyinasizlar yoki o'rta oyoqlar bilan kishi boshiga 185 200 dollar примерно tushadi. Endi Dachaga yoki Zominga borib 2-3 kun dam olib kelasizlar. Bo'ldi, maksimal bo'ldi. Bir hafta ham bas. Bunda hozirlar bir haftaga borib, biletlar bilan, sug'urtalar bilan, transferlar bilan tur paketga borib kelasizlar. O'ylab ko'ringlar, maza qilib kelasizlar, bironta o'rta oyoqlarni nima olib, ikki kishiga shunda 200 deyman, 370 dollar tushyapti. Tezroq ulguringlar.